O'smirlik yengil o'tishi uchun o'smirlikkacha bo'lgan davrda takrorlashlarni, qayta eslatmalarni to'xtatmaslik kerak ekan. O'sha masalan, bir marta aytdim-ku o'zim. Bilmasdan qayta eslataverish, eslataverish. Men buni aytaman, har doim bolani menejeri bo'lish kerak ekan, menejerga aylanasiz. Qayta o'sha vazifani bloknot ko'targan xodimdek eslataverasiz. Bolam bunaqa, o'g'lim bugun raqsing naqing bor. Qizim bugun raqsing bor. Soat 10da, soat 8 bo'ldi. Harakatingni qil. Choyni ich, narsalaringni tayyorla. Bolam chiqib ketishiga yarim soat qoldi. Bolam chiqib ketmasdan narsalaringni oldingmi? Qilib eslatilaversa, o'smirlikka kelganda bu o'zi odatga aylanib, u o'zi bu narsani bemalol bajarib yuradigan shaxsga o'tar ekan. Lekin shunacha bir marta aytib qo'yib, nazorat qilmasangiz, yonida turmasangiz, eslatmasangiz, aytdim-u, o'rganishing kerak. 3 marta aytdim, nimaga bilmaysan, deversangiz, u sizdan qo'rqqanidan, siz aytganingizdek bo'lmayotganidan xijolat bo'lib, qochaverib, qo'rqaverib, trevojnostga uchrab, qo'llari, qo'ltiqlari terlaydigan, tipirchilaydigan, yuragi ko'piradigan bo'lishi yoki bo'lmasam, sizni standartingizga to'g'ri kelish uchun eplamagan narsasini epladim deb aytib, yolg'onchi bo'lishi mumkin.